Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, podpischilarimiz, Captiva Bozor kanalimizni podpischilari. Qo'limizga Hyundai Santa Fe'da 2.5 motorli eng full pozitsiyasi kelib qoldi. Shuni ham bir e'tiboringizga havola qilamiz. 4 ta yumshoq balonlari bor. Oyoq tagiga podnoshkalar qo'yilgan. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Oldi tonirovkaga ruxsatlari bor. O'ta ham go'zal holatda mashinamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinamizga 4-pokoleniya propan gaz qo'yilgan mana. 2.5 yillik fulli 7 kishilik bo'ladi. Go'zal holatda. Kraskalari absolutniy toza. Oyoq tagiga ham podnoshkalar qo'yilgan. Salon holatlari ham o'ta ham ideal. Qoraga korishneviy salon kombinatsiya qilingan. 135 ming kilometr yurgan masofasi, panorama luk, abduf abagrev, klimat kontrol, cruise kontrol, orqaga alohida klimat kontrollari bor. O'ta ham go'zal holatda. 160 kameradan tortib hamma narsasigacha bor. Orqada zavodskoy ham pardalari bo'ladi, yig'ishtirilib ochiladi. Sidina holatlari ham go'zal. 3-qator sidinalari joyida. Ko'rsanglar bo'ladi. Zavodskoy salafanlari hali olinmagan. O'ta ham go'zal holatda mashinamiz. 2.5 motorda eng full pozitsiyasi, kraskalar toza, 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Motor ходовой korobkalari zo'r. 4 ta yumshoq balon, tonirovka, 4-pokoleniya propan gaz qo'yilgan. Hujjatlaridan muammo yo'q. Xo'p, bu mashinamizni 28 ming dollarga telefon qilib baraka qilsanglar bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa 91 kodi bilan 626 22 raqamiga telefon qilib baraka qilsanglar bo'laveradi. Hammaga rahmat.